Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har bir insonni, ayniqsa keksa avlod vakillarini jiddiy tashvishga solish kerak bo'lgan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Ya'ni pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq mas'uliyatning kuchayishi haqida. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, har bir ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxs uchun, hatto yaqinlari keksalik gashtini surayotgan har bir fuqaro uchun nihoyatda dolzarb. Agar siz bu mavzudan bexabar bo'lsangiz yoki shunchaki eshitgan bo'lsangiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lmasangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki endi davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar va to'lovlar bilan bog'liq jarayonlarda sizning shaxsiy mas'uliyatingiz avvalgidan ancha ortdi. Bu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizga, hatto qonuniy maqomingizga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun men sizdan videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Hozirning o'zida kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi. Bu sizning harakatlaringiz tufayli qancha insonlar ogohlantirilishi mumkinligini bir o'ylab ko'ring. Muammoning mohiyati ilgari va hozir nimalar o'zgardi keling. Avvalo pensiya va nafaqa tizimida ilgari qanday holat bo'lganini va bugungi kunda qanday o'zgarishlar yuz berganini tushunib olaylik. Ilgari davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va moddiy yordamni rasmiylashtirishda asosan qog'ozbozlik va inson omili ustunlik qilardi. Fuqarolar barcha kerakli hujjatlarni to'plab tegishli idoraga taqdim etishardi. Ko'p hollarda ma'lumotlarning to'g'riligi kamroq tekshirilardi yoki tekshiruvlar yuzaki bo'lardi. Pensiya hisoblash yoki nafaqa tayinlash uchun asosan fuqaroning o'z bayonotlari va taqdim etgan hujjatlariga ishonilardi. Agar kimdir o'ziga tegishli bo'lmagan mablag'ni olib qo'ygan bo'lsa ham, bu holatni aniqlash va tegishli choralar ko'rish murakkabroq jarayon edi. Ma'lumotlar bazalari to'liq integratsiyalashmaganligi sababli bir idoradagi ma'lumot boshqa idoradagi ma'lumot bilan avtomatik ravishda solishtirilmasdi. Bu holat ba'zi hollarda noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Ya'ni fuqarolarning o'zlari ham ba'zan bilmagan holda noto'g'ri ma'lumotlar tufayli ortiqcha mablag' olib qo'yishlari yoxud bu jarayondan ayrim shaxslarning g'arazli maqsadlarda foydalanishlari kuzatilardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Hukumat har bir fuqaroning ma'lumotlarini markazlashtirilgan elektron tizimlarda jamlashga katta e'tibor bermoqda. Endi turli idoralar, pensiya fondi, soliq idoralari, kadastr agentligi, bandlikka ko'maklashish markazlari, Ichki ishlar vazirligi va boshqa davlat organlari o'zaro ma'lumot almashadi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir harakatingiz, daromadingizdagi har qanday o'zgarish, oilaviy ahvolingizdagi yangiliklar yoki mol mulkingizga oid ma'lumotlar avtomatik ravishda tizim tomonidan qayd etilishi mumkin. Bu shaffoflikni oshirishga va byudjet mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan juda muhim qadam. Lekin bu o'zgarish bilan birga fuqarolarning, xususan pensionerlarning ham mas'uliyati kuchaydi. Endi nafaqat davlat organlari, balki har bir pensioner ham o'ziga tegishli ma'lumotlarning doimiy ravishda to'g'riligini ta'minlash shart. Noto'g'ri ma'lumot taqdim etish yoki muhim o'zgarishlar haqida xabar bermaslik. Bilib bilmay qilingan bo'lsa ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu albatta pul mablag'larini qaytarishdan tortib jarimalargacha, hatto qonuniy javobgarlikkacha bo'lishi mumkin. Batafsil tahlil nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak? Kimlar esa xavotirlanmasligi mumkin? Keling, endi nimalarni bilishimiz kerakligi. Kimlar bu o'zgarishlardan ko'proq xavotirlanishi lozimligi va kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, nimalarni bilishimiz kerak? Har bir pensioner o'zining shaxsiy ma'lumotlari, jumladan pasport ma'lumotlari, doimiy yashash manzili, bank rekizitlari kabi ma'lumotlarning davlat ma'lumotlar bazalarida doimiy yangilanib turishini bilish kerak. Shuningdek, nafaqa yoki pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar haqida tegishli organlarni xabardor qilish majburiyatini tushunish kerak. Bularga qo'shimcha daromad manbalarining paydo bo'lishi, oilaviy ahvolning o'zgarishi, masalan, turmush o'rtog'ining vafoti yoki nikohning bekor qilinishi, qaramog'idagi shaxslar sonining o'zgarishi, shuningdek, nogironlik guruhi yoki sababining o'zgarishi kiradi. Bu ma'lumotlarni yashirish yoki ular haqida xabar bermaslik kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? 1.
qo'shimcha daromadga ega bo'lgan pensionerlar. Masalan, siz nafaqada bo'lsangiz u qo'shimcha ravishda yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib daromad olayotgan bo'lsangiz yoki ijara haqi evaziga mol-mulkingizni ijaraga berib daromad topayotgan bo'lsangiz, bu daromadlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilishingiz shart. Misol uchun 70 yoshli Oygul Momo har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Uning chevarachilikdan ham oyga o'rtacha 800.000 so'm daromadi bor. Agar Oygul Momo bu daromad haqida rasmiy ravishda xabar bermasa, uning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, hatto davlatdan ortiqcha olingan mablag'larni qaytarish majburiyati yuklatilishi mumkin. Raqamli tizimlar orqali uning daromadlari avtomatik tarzda aniqlanishi va solishtirilishi mumkin. 2. Oilaviy ahvoli o'zgargan pensionerlar. Agar siz biror bir sababga ko'ra yolg'iz pensioner sifatida davlatdan qo'shimcha nafaqa yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, ammo turmush qursangiz yoki yonishingizga, qaramog'ingizga olishingiz mumkin bo'lgan shaxs kelsa, bu haqda zudlik bilan xabar berishingiz shart. Misol uchun, 75 yoshli Ahmad bobo o'zini yolg'iz deb ko'rsatib, uy-joy kommunal xizmatlar uchun ma'lum bir miqdorda subsidiya oladi. Lekin uning o'g'li chet eldan qaytib kelib, bobosi bilan yashashni boshlaydi va o'g'lining ham daromadi bor. Bu holatda Ahmad bobo subsidiyani olish huquqini yo'qotishi yoki uning miqdori kamayishi mumkin. Agar bobo bu haqda xabar bermasa, tizim orqali uning oilaviy ahvolidagi o'zgarish aniqlanib, noxush vaziyat yuzaga kelishi mumkin. 3. Qaramog'idagi shaxslar bilan bog'liq ma'lumotlar o'zgargan pensionerlar. Ba'zi pensiya turlari, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi qaramog'ida bo'lgan shaxslar soniga bog'liq bo'ladi. Agar sizning qaramog'ingizdagi farzandingiz voyaga yetib ishga kirsa yoki turmush qursa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Misol uchun, 65 yoshli Gulnora aya 2 nabirasini qaramog'ida deb boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Nabiralaridan biri universitetni tugatib ishga kirdi. Gulnora aya bu haqda xabar bermadi. Ma'lum vaqt o'tgach, tizim orqali nabirasining rasmiy ishga joylashgani aniqlanib, Gulnora ayaga ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi qo'yiladi. Bu summaning miqdori bir necha million so'mga yetishi mumkin. Bu esa keksa ayaning byudjetiga jiddiy zarba berishi aniq. 3-dan, kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Aslida, agar siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, daromadingiz, oilaviy ahvolingiz va boshqa pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishlar haqida doimiy ravishda tegishli organlarni xabardor qilib borsangiz, xavotirlanishga hojat yo'q. Qonunlarga rioya qiluvchi, o'z majburiyatlarini to'g'ri bajaradigan fuqarolar uchun bu o'zgarishlar faqatgina shaffoflik va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Siz shunchaki hujjatlaringizni tartibda saqlashingiz, har qanday o'zgarishlarni zudlik bilan tegishli idoralarga yetkazishingiz kifoya. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni ko'pgina muammolardan qutqarishi mumkin. 1-dan, istisnolar. Ba'zi turdagi daromadlar pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, birdaniga olingan meros yoki do'st qarindoshlardan olingan moddiy yordam ba'zi hollarda daromad sifatida hisobga olinmasligi mumkin. Lekin bu holatlar ham hujjatlashtirilgan bo'lishi va har bir vaziyatga qonunchilik doirasida alohida yondashish kerak. Shuningdek, agar sizning daromadingiz ma'lum bir minimal miqdordan oshmasa, u ham pensiya miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu chegaralar doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun bu haqda tegishli idoralardan aniq ma'lumot olish zarur. Har bir o'zgarish qonuniy hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. 2-dan, nozik jihatlar. Eng katta nozik jihatlardan biri bu raqamli savodxonlik. Ko'pchilik pensionerlar kompyuter va internetdan foydalanishda qiynalishadi. Hozirgi kunda ko'plab xizmatlar, jumladan ma'lumotlarni yangilash yoki arizalarni topshirish elektron shaklda amalga oshirilmoqda. Agar pensionerda elektron pochta manzili bo'lmasa, onlayn platformalardan foydalana olmasa, u kerakli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim eta olmaydi. Bu esa bilib bilmay qonunbuzarlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli yaqinlarning yordami yoki davlat xizmatlari markazlarining maslahatlari bu jarayonda juda muhim. Masalan, taqvim yoshli Salma bu kompyuter nimaligini ham bilmaydi. Unga pensiya fondidan yangi talablar haqida xat keladi. U esa uni tushunmaydi va javob bera olmaydi. Natijada uning pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin.
Bunday holatlarda yosh avlod vakillari ota-onalari va bobo-buvilarga yordam berishlari kerak. Uchinchidan, kutilmagan qiyinchiliklar. Ba'zan sizning ma'lumotlaringiz tizimda noto'g'ri aks etishi mumkin. Masalan, sizning hisobingizga kutilmaganda qo'shimcha daromad yozilgan bo'lishi mumkin. Garchi siz uni olmagan bo'lsangiz ham. Bunday texnik xatolar tizim integratsiyasi jarayonida yuzaga kelishi mumkin. Boshqa bir misol. Siz biror hududda yashaganligingiz haqida pensiya jamg'armasiga ma'lumot berdingiz. Ammo kadastr ma'lumotlar bazasida sizning boshqa hududda ro'yxatdan o'tganingiz ko'rsatilgan. Bu holatda sizning ma'lumotlaringiz to'g'riligini isbotlashga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha byurokratiya va vaqt talab qiladi. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringizni va sizga kelayotgan xabarlarni muntazam ravishda tekshirib turish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Ushbu yangi sharoitlarda siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq amaliy maslahatlar. Bu maslahatlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling va yangilang. Sizning pasportingiz, nikoh guvohnomangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, mulkingizga oid hujjatlar, kadastr hujjatlari, bank hisob raqamlaringiz haqidagi ma'lumotlar doimo qo'l ostingizda va tartibli bo'lishi kerak. Agar ulardan birortasi eskirgan bo'lsa, masalan, pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, zudlik bilan tiklang. Har qanday rasmiy ma'lumotnomalar, masalan, yashash joyi haqida, oila tarkibi haqida yangilangan holda saqlansin. 2. Har qanday o'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Bu eng asosiy qoida. Agar sizning oilaviy ahvolingiz, turmush qurish, ajralish, turmush o'rtog'ining vafoti, yashash manzilingiz, daromad manbalaringiz, nogironlik guruhingiz yoki boshqa pensiya va nafaqa miqdoriga ta'sir qiluvchi holatlarda o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma ravishda xabar berishingiz shart. Misol uchun, agar sizning qaramog'ingizdagi nabirangiz ishga kirsa, bu haqida zudlik bilan pensiya jamg'armasiga ma'lum qiling. Aks holda o'tib ketgan oylar uchun ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishga majbur bo'lasiz. Bunga qo'shimcha ravishda jarimalar ham qo'llanilishi mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytini va xabar e'lonlarini muntazam kuzatib boring. Yangi qonunlar, qarorlar va tartiblar haqidagi ma'lumotlar qoida tariqasida rasmiy veb saytlarda e'lon qilinadi. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, yangiliklar haqida so'rab turing. Sizga pochta orqali yuboriladigan har qanday xatni diqqat bilan o'qib chiqing va tushunmagan joylaringizni so'rang. 4. Davlat xizmatlari markazlaridan foydalaning. Agar sizda biror bir hujjatni rasmiylashtirish, ma'lumotni yangilash yoki arizani topshirish bilan bog'liq savollar bo'lsa, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. U yerda sizga malakali yordam ko'rsatiladi. Tushuntiriladi, barcha jarayonlar tushuntiriladi va zarur hollarda hujjatni rasmiylashtirishda yordam beriladi. Bu markazlar siz uchun qulay va ishonchli yechim bo'lishi mumkin. Sizga masalan elektron raqamli imzo olishda yordam berishlari mumkin. Bu esa ko'plab onlayn xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. 5. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Agar sizda internetdan foydalanishda, hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki rasmiy maktublarni tushunishda qiyinchilik tug'ilsa, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa ishonchli qarindoshlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga elektron ariza topshirishda, ma'lumotlarni tekshirishda va kerakli idoralar bilan bog'lanishda yordam bera oladilar. Ularga bu vaziyatning jiddiyligini tushuntiring. 6. Tushunarsiz vaziyatlarda mutaxassislar bilan maslahatlashing. Agar siz biror vaziyatda qanday yo'l tutishni bilmasangiz, darhol pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan bog'laning. Ular sizga to'g'ri yo'nalish beradilar va muammoni hal qilishda yordam beradilar. O'z bilganingizcha harakat qilishdan ko'ra, mutaxassis maslahati olish har doim afzaldir. Pensiya jamg'armasining ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan murojaat qiling. 7. Pul mablag'larini o'z vaqtida qaytarishga tayyor turing. Agar tizim xatoni aniqlasa va sizga ortiqcha mablag' to'langan bo'lsa, siz bu mablag'ni qaytarishga majbur bo'lasiz. Agar mablag'ni ixtiyoriy ravishda qaytarmasangiz, bu masala sud orqali hal qilinishi mumkin. Bu esa qo'shimcha sarf xarajatlar va asabiy vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, agar ortiqcha to'lov aniqlansa, darhol bu masalani hal qilishga harakat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, bugun biz
pensionerlar uchun mas'uliyatning kuchayishi mavzusini chuqur tahlil qildik. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning huquqlaringizni cheklash uchun emas, balki davlat tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, bu sizdan o'z ma'lumotlaringizga, hujjatlaringizga va pensiya jamg'armasi bilan bo'lgan munosabatlarga yanada mas'uliyatli yondashishni talab qiladi. Har bir o'zgarish haqida o'z vaqtida xabar berish, hujjatlarni tartibda saqlash va shubhali vaziyatlarda mutaxassislarga murojaat qilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi. O'z huquqlaringizni va majburiyatlaringizni bilish bu sizning himoyangiz. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha davlat yana qanday choralar ko'rishi kerak? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimga obuna bo'ling. Shunda bunday muhim ma'lumotlardan doimo xabardor bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.